Diqqat! Shoshilinch tezkor xabar. Million jamoasi a'zosi taniqli aktyor Mo'min Ibrohimov haqida bugun tongda kutilmagan xabarlar e'lon qilindi. Xalq, duoda bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Million ko'lgi jamoasi a'zosi, Mo'min Livi jamoasi rahbari, komik aktyor Mo'min Ibrohimov 27-aprel kuni 34 yoshni qarshiladi. O'zbek Jim Kerrisi nomini olgan Instagramdagi video kontentlari uchun mablag' ayamaydigan, shu bilan birga reklamasi eng qimmat Vayner Mo'min Ibrohimov qanday qilib bu mashhurlikka erishgan? Ismim boshqachaligini birinchi sinfda bilganman. Hujjatdagi ismim Abdurasul. O'zim ham Abdurasul ekanimni birinchi sinfga borganimda bilganman. Ungacha hamma meni Mo'min deb yurgan. Onam ustozimga bu o'g'lim Abdurasul deb tanishtirganida iye deb qolganman. Avvallari yosh bola ismini ko'tara olmadi degan gaplar bo'lgan. Qanchalik to'g'ri bilmadim-u, lekin bu narsaga o'zim ishonmayman. Yig'loqi bo'lgan ekanman. Keyin Mo'min qobil, esli xushli bola bo'lsin deb ismimni Mo'min qo'yishgan ekan deya xotirlaydi Mo'min Ibrohimov. Bolalikdan do'stlarimga tomoshalar qo'yib berardim. Farg'onada tug'ilganman. Dadamning kasbi sabab keyin Andijonda, Namanganda yashaganmiz. 2005-yilda Toshkentga keldik. Oilada 4 nafar o'g'ilmiz. Men kattasiman. Bolaligim yaxshi o'tgan, o'ziga yarasha yaxshi-yomon kunlar bo'lgan. Shahzodalardek ham, qurbaqalardek ham yashaganman. Bolalikda domdagi hamma bolalar qizlarni yig'ib tomoshalar qo'yib berardim. 2014-yilda dadam vafot etgan. Hozirgacha ota haqida videolar chiqib qolsa, ko'zimga yosh keladi deydi aktyor. QVZda doim birinchiliklarni olganman. Maktabni 5 baholarga bitirganman. Maktabdagi moliya litseyda o'qidim. Maqsadim tadbirkor bo'lish edi. Angliyaga ketish niyatim bor edi. Ingliz tilini bilish darajam zo'r bo'lgan, lekin ketolmadim. Bu qattiq alam qilgan. O'smirlik payti emasmi? O'zimcha siqilib yurdim. O'sha paytlarda rus QVZlarni ko'p ko'rardim. Komedik, jangari filmlarni tomosha qilardim. Milliy universitetning biologiya fakultetida o'qiydigan bir aka bilan bizda ham QVZ bor, chiqmaysanmi deb qolgan. Borganman. Ilk chiqishimdayoq birinchi o'rinni olganmiz. Bu hali litseyda o'qib yurgan paytlarim edi. Sahnaga chiqyapmiz, menga yoqyapti. Angliyaga ketolmaganimning alami shu orqali chiqyapti. Tomoshabinning kulgusi menga bo'lgan e'tibori zavq beryapti. Shu bilan muhitga kirib ketdim. O'qib qolib ketdim. Shovvozlarda chiqdim. Unda ham chempion bo'ldik. Oliygohga kirish payti kelganida Milliy universitetning iqtisodiyot yo'nalishiga topshirib kirdim. San'at institutiga topshirish esa xayolimga ham kelmagan. Sababi ajdodimizdan san'atkor chiqmagan edi deydi Mo'min Ibrohimov. Boshi berk ko'chaga kirib qolganman. Eng katta qilgan xatoyim juda katta qarzga botib qolganman. Taxminan 47 ming AQSh dollari edi. 2015-2016 yillarda bu biz uchun juda katta pul edi. Undan olib bundan unga berib yurganman. Undan ham yomoni foizga aralashib qolganim bo'lgan. Qarzdan qutulish uchun dadamdan qolgan Lacetti onamning qulog'idagi tillasigacha olib sotishga majbur bo'lganman. Endi valomati kelsa ham qaytib foizli qarz oldi berdisiga aralashmayman. Hayotimni film qilsam, qarz girdobidagi bir inson deb nomlagan bo'lardim deydi aktyor. Zerikkanim sababli uylanishga qaror qilganman.
2019-yilda qarzlardan qutulib, qo'limga ozroq pul tushib, uyga 2 ta non olib kiradigan bo'lgan edim. Ishlarim yurishni boshladi. Bu yog'iga nima qilaman deb xayol surib, zo'r TVga ketayotganimda qarama-qarshi yo'ldan mashina chiqib urib ketgan. 2 marta aylanib ketganman. Kasalxonada yotdim. Hamma uzoq yaqinlar ko'rgani keldi. O'sha paytda negadir juda zerikdim. Hayotimga yangi odam qo'shgim keldi. Tuzalib chiqqanimdan keyin bo'ldi. Uylanaman deb qaror qildim. Qarindoshlar guruhida bu haqida aytsam, ketini uzmay qizlarning rasmini yuborishdi. Onam ham "Mo'min qara, bunday qiz bor ekan, mana bunisi bor ekan" deb ko'rsatib yurardi. Bir akamning ayoli kelinoyim qo'ng'iroq qilib, "Mo'minjon, juda yaxshi qiz bor, ko'rishib ko'ring" dedi. Bo'ldi, ko'rishaman deb Amur Temur xiyoboniga uchrashuvni belgiladim. Uchrashuv kuni do'stlarim bilan birga kafeda ovqatlanib, gaplashib o'tirgan edim. Kelinoyim qo'ng'iroq qilib, "Biz keldik" dedi. "Kim? Nega? Qayerga?" dedim. Uchrashuvim borligi esimdan ham chiqib ketibdi. Xullas bordim. Oyog'im gips dovdirab qolganman. Qiz bilan aylandik. 2 soatcha gaplashdik. Birinchi uchrashuvga chiqqan odamim bilan to'yim bo'ldi. Jahongir akam Foziljonov, Javlon akam Shotmonov juda katta yordam berishdi. To'yim yaxshi o'tdi. Ayolim bilan 2 xil dunyomiz, lekin bir-birimizni tushunib yashaymiz. U intizomli, menda esa reja yo'q. Hozir bir qiz, bir o'g'ilning ota-onasimiz, deydi Mo'min Ibrohimov. Pasportdagi ismim sabab AQShga borolmaganman. Pasportda hali ham Abdurasulman, lekin odamlarga Mo'min bo'lib tanilganman. Hayotda va pasportda ismim 2 xilligining salbiy tomonlari bor. Shu sababdan tushunmovchilik bo'lib, Dubay aeroportida 5 kun qolib ketganmiz. Eng qizig'i esa Amerika elchixonasida bo'lgan Jahongir Foziljonov meni Amerikaga olib ketaman dedi. Elchixonaga bordim. Ismimni so'raganida Ibrohimov Abdurasul dedim. Qayerlarga borganimni so'radi. Aytdim. Kompyuterda bir narsalarni ko'rib, keyingi safar kelasiz deb hujjatlarimni qaytarib berdi. Jahongir aka AQShga ko'p chiqqan, yo'l yo'rig'ini biladi. Menga nega viza berilmaganining sababini o'yladi. Internetdagi isming nima deb so'radi. Mo'min dedim. Elchixonadagilar media odamlarni YouTube, Wikipedia'dan ko'radi dedi. O'zim qiziqib YouTube'ga Ibrohimov Abdurasul deb yozsam, birinchi chiqqan videoda bir aka jin chiqarib o'tiribdi-da, menimcha shu sababli rad etishgan. Jahongir akam, jinnimisan? Qavs ichida Mo'min Levi deb yozib bermaganmiding deb rosa urishgan, deydi Mo'min Ibrohimov. Xavfli tryuklarni yoqtiraman va bundan qo'rqmayman. Mo'min Ibrohimov Million kulgi jamoasining 2025-yilgi konsertida oshiq yigit rolini o'ynab, arqondan 8 metr balandlikda ko'tarilib, o'zini sahnaga tashlagan edi. Xudoga shukr, salomatman. To'g'ri, oyoqqa, belda, bo'yinda biroz og'riqlar bor, lekin bular sahnaga chiqqanimdan keyin o'tib ketadi. Lekin 12 metrdan sakrayman. Mo'minsiz qolasizlar. Texnik xavfsizliklar tomonlama barchasi o'ylangan, xavotirga o'rin yo'q, hammasi zo'r. Konsertning ilk kunida birinchi marta sakradim. Rosti bir oyoq mobaynida shunday qilaman deb o'ylab kelayotgandim. Kecha esa tavakkal qilib sakradim. Ana o'sha repetitsiya bo'ldi. Bunday g'oyalarni birov aytmaydi. Mening o'zimdan chiqadi, degan edi ekstremal harakatlarni sezuvchi Mo'min Ibrohimov konsertdagi suhbat davomida. 36-37 yoshimda Millionni tark etaman. Har xil tushunmovchiliklar sabab Milliondan ketgan edim. 2018-yilda jamoaga qayta chaqirishdi. Xursand bo'ldim. Odamlar qanday kutib olarkan deb rosa o'yladim. Sababi sahnaga chiqqanimda 4 yil bo'lgandi. Bundan tashqari Davron akaning ishonchini qay darajada oqlay olishimni o'yladim. O'sha yili quyoncha obrazda chiqqandim. Konsertdan keyin Davron aka mendan ko'ngli to'lganini aytdi. Men xursand qiladigani Instagramdagi faoliyatimni ham qo'llab-quvvatlaydi, maslahatlar berib turadi.
Jamoadagi o'zgarishlarga yaxshi qarayman. Deylik, 36-37 yoshga kirib, men ham Mirkomil akadek jamoani bir kun tark etaman. Menga ham shunday chiroyli xayrlashuv nasib qilsin. O'z me'yorda, o'z joyida hurmatini bilib ketish yaxshi. Men ham shuni xohlayman, deydi aktyor.